Assalomu alaykum. Mana Makka jo'xorilarida freza qilyapmiz. Chuqurligi kam bo'ladi deydiganlarga-da bu. Nima qilib chalasini ko'llab suv ko'llab qo'ygan joylariga ekilyapti mana. Yerlarimiz notekisligini hisobiga ko'llab qolib ishlovlarda juda ham tezlashtirmasak, kuz juda ham yaqin. Xudo nasib qilsa ertadan dorini sug'oramiz. Shu bilan Makkamiz oldiga yurib qolsak kerak. Bu yerlar 18-da ekilgan, 20-da suvdan chiqarilgan, suv qo'yilgan urug'ning ustiga. Sal materiali chiqishini hisobi yaqinroq ekdik. O'shani hisobiga mencha o'zi baribir ko'p urug'imiz chiqmay qopti. Bo'sh. Qalinligi yaxshi, yomon emas, lekin silos uchun sal kamroq. Buni olasini terib ekib bo'lmaydi. Hozir ekayotgan joylarimiz umuman chiqmay qolgan, urug'lar polni achib ketib qolgan. Suv bir sutka turgan yerlar